Hammaga salom bola, sizlar bilan men o'rgimchik odam deya olmayman, chunki sizlar bilan men o'sha Sonic de. Sizlar esa meni kanalimdasiz. Videomizga xush kelibsiz va bugungi videomizda bizning o'rgimchik odam serialimizning davomi bo'lmaydi. Nimaga? Xafa bo'lmanglar, hammalardan iltimos etib kechirim so'rayman. O'rgimchik odam davom bo'lmaydi, chunki bugungi videomizda mendan bir obunachim so'raganda, men ham Sonic mana shu serialdagi modlaringiz bilan o'ynasam bo'ladimi deb. Mayli, hozir sizlarga o'sha iltimos qilganinglar uchun bugun men sizlarga nima deydi? Modlarimni ko'rsatib chiqaman как бы. Da. Modlarimni ko'rsatib chiqaman va modni qayerdan topamiz Sonic deb so'rasangiz, mana kommentariyaga qo'yib qo'ymayman. Ссылка описанияda Telegram kanalimning ссылкасы bor. Telegram kanalimga o'tib, shundoq mana shu videoning ссылкасini tashlab qo'ygan bo'laman. Videoni pastdan esa modni tashlab qo'ygan bo'laman. Shuning uchun Telegram kanalimga o'tasiz. Telegram kanalimda modni topasiz va o'ynayverasiz. Da, albatta Java Minecraft uchun bu Java endi tushunmaydi, ba'zi uni kompyuterga da. Hop, mana endi boshlaymiz. Hop. Bugun sizlarga aynan super qahramon modlarini emas, sizlarga bugun shu serialda ishlatilgan hamma modlarni ko'rsataman. Так. Mana 5 ta vkladga qo'shadi bu meni zborkamda. Hop, o'tkazamiz. Birinchisi Carpenter Blocks degan narsa. Juda ham zo'r mod, cho'tki mod. Hop, hozir ko'rsatib chiqaman. Shuni olamiz, masalan, buni olamiz. Hop, go. Qaranglar. Hozir hammasini qo'yib chiqaman. Bu zabor deylik. Bu bunaqa blok tomlarga ishlatsanglar bo'ladi. Cho'tki. Ham bu boshqachasi bunaqa qilsanglar bo'ladi buni. Qaranglar, cho'tki narsa. Hop. Va bu shuna narsa. Xullas-da. Va bu boshqa chirog'i bu. Ha, bu ana tomlarga da. Bu kravat. Bu almashtirsa ham ko'ryapsanmi? Vau, cho'tki. Va bu eshik. Buni ham almashtirsa bo'ladi. Masalan, menga mana buni yoqadi ko'proq. Mana shuni yoqadi. Hop, nimaga bular endi naqa daraxtga g'alati xunuk desanglar mumkin? Masalan, yo'talishdan dashadi. Hop, mayli. Masalan, deylik, almasli shu narsalar yo'q. Kim eski kanalimni ko'rgan bo'lsa, Jason Voorhees serialimda, noma'lum qotil serialimda o'rmonda chodirlar bor edi. O'sha chodirda ishlatganman shunaqa bloklarda. Da, albatta u boshqa versiyaga hop, mayli. Menimcha sizlar Carpenter's Block degan modni tushundinglar, shunaqa narsa qo'shib beradi. Bilmayman nima. A vot yana ikkinchisi hozir aytib o'taylik-da. Yo'q, ushmas ekan. Hop, endi V knopkada nima qilsak bo'ladi? Hop, aytib havoda turamiz unasi. Tushamiz. Hop, aytib sakraymiz ana tepaga. Ha, mana. Ha, bostirsak o'shar ekan, bo'ldi, tushundim. Endi shuni xush ketyapsa-da, yo'q desa, aytib havoda turasizlar-da, aytasiz. O'rgimchik odam. Men seni o'ldiraman. Dara shunaqa desa. Hop, mayli tak tushamiz. Da. Bu qaysi bino hamma tanish shekilli starlar, yani flash you qo'ygan joy. Va biz bu smart bo'ylar ish qilardik. Hop, endi keladi. Red knopkasida bizlar narsa bor. Nima qiladi? Hozir biz sizlar bilan birgalikda bu yerga hop deb jitimni olamiz. Sizlarga iloji boricha tez ko'rsatib chiqishga harakat qilaman. Hop, rna bosamiz, buni tanlaymiz. Qiladi. O'ldirmadi. Ana, bu tok bilan ushlab olaman.
Ana izlamasam, xo'p. B esa to'q chiqadilar. G esa hozir cho'kmasa boshqa bunda. O'sha o'rgimchak, yangi o'rgimchak odam 2 yuqori kuchlanishdagi soundtrack. Vaa! Mazami? Xo'p, mayli. Buni biza bu kostyumda bu tayf ketmaydi. O'sha kinodagi imенно o'sha kostyum bilan bashilasini qaranglar. Xo'p, ketdi. Hech yovuz rolda o'ynamaganman. O'zim videolarimni, seriallarimda ham yovuz rolda o'ynamaganman. Shunga qiziq bo'lar ekan yovuz rolda. Xo'p, mayli. Kelinsaga bizda Goblinda kostyumi bor. Va kalta kesak. Doktor Connors, doktor Norman Osborn'da все. Wow, kinosidagi ovoz. Uxti, xo'p, mayli. Va bo'lmasa olmasam, buni lazer chiqarar ekan. Tak, yana shitida otib o'tibman men. Xo'p, mayli, hozir shitida olamiz. Endi sinab ko'ramiz. Uzoqda. Bu ana bo'ldi. Ikkinchisida o'ldirdi. Hop, mayli, R esa bu ana tuman. Surib olamiz o'zimiz. Ko'rinmaymiz axir, chunki tumanning ichidamiz. Bo'ldi, surib olamiz onasi, hech kim bilmaydi. Chalab bitmini. Hop, mayli. B esa bu bizada glider. Green Goblin. Yashil Goblin. Bu esa hop, bu ham boyagidek havoda turadi. Hop, mayli, bizada Goblinni kiyimi shunaqa, endi esa kalta kesakning kiyimini ko'rib chiqamiz. Birinchi oddiy doktorniki va jini bossak, muhtay shunaqa bo'ladi. Va bu yerda nima bu? Mana bu dumi bilan uradi. Hop. R esa mana qilsak, hop, sindiradi. Yaxshi-da, mana. Ana. Va bu bu sekinlashib, vaqt sekinlashadi. Masalan, shundoq xavfli bir vaziyat kelayotgan bo'lsa, o'tib, narsa turib, qisari cho'tki narsa. Va keyin yana doktor o'qiysa. Shu tuxumchani bet yo'q qo'ydi. Tuxumcha. Hop, mayli. Endi hamma yovuzlarni bitta ko'rsatib chiqmayman. Kerakli muhimlarni o'zimizning kinoda bo'lgan, serialimizda bo'lganlar. Hop, kelib, bizning serialda nima bo'lgan? Mana bu kiyim bo'lgan Abdunosirdan, to'g'ri smart bo'ydan. Bright Blue Mask, buni bilmas ekanman. Bu bo'lgan, mana bu kostyumimizda bo'lgan bizda. Atashmayapman axir. Mana bu bo'lgan. Va adashmasam, yo'q, bu bo'lmagan. Xo'p, kelib, men o'rnimchani ham kostyumni ko'ramiz. Sumkasi bor. Jini bosamiz, transformatsiya. Transformatsiya. Niqobini ichadi. Y harfda. Buni o'zi to'g'irlashingiz kerak bo'ladi va bu bizga nima narsa? Xo'p. Shu narsa, u bilasiz o'zing. Deydi. Va bosib turib, opet o'tqasak, buni masalan, bet yursa, opet uchib ketadi. Qarang. Ana ko'rsam, bitta otasa yerga tegib boshqa joyga uchib ketadi. Ana. O'sha boshqa joyga uchib ketadi. Bunisi o'sha bittada bir nechtasi adashmasam, bir nechta chiqaradi. Ana o'ldi. Buni tushundik, endi R. U bitta otsak, u o'zi tepaga olib chiqib ketib qoladi bizani. Kinoda bizani serialda rosa shuni ishlatganman men. Xo'p. B-da emas, B-da esa уже mana to'r. Hop, uchasti. R-ni ba'zi tushib ketgan bo'lsa, R-ni bosib, opet yordam uchun ishlatishingiz mumkin. Hop, ana. Ko'rasizmi, bitta tepaga olib chiqib qoladi. Va bu modda uchayotganda animatsiyasi ham bor. Ana ko'ryapsizmi? Bana. Hop, ana salto mosh qo'yadi. Wow, ko'rdinglarmi aylanganini? Men ham ko'rdim. Hop, mayli, tak. B bu shunaqa, web shooter. F bu ham aslan mana qaranglar. Hop. Ana ko'ryapsizmi shunaqa narsa bu. Va J esa mana bu narsasi.
Ye. Oh. Zo'r narsami ekan? Cho'tki. Hop, endi bu kostyumni ko'ramiz. Tak, bu kostyumi niqobini eshmas ekan. Ha, o'rgimchik odam yana tomga chiqib oladi, tepaga patologga nasi. Hop, ana. Men qanday qildim? Sakrash bilan keyin shift bosasiz. Ana. Hop. Bunda ham xuddi shunaqa kishi nima to'xtalib o'tirmayman bularda, chunki bir xil. To'g'ri olchishi ham boya ko'rsatganimdek, boya o'rgimchak kostyumida ham bir xil buni ham narsalar. Birosa bunda oyoqchalari bor. Oyoqcha, qo'lchalari bor. Ну, короче, shunda tushundingiz. Hop, keyin bizada bu mod ishlatilmadi. Bizada Venom, Torok, Taksin. Ya bu qanaqa ekan? Aha, bu Venom kostyum. Riot bu esa Carnage. Venomni o'zi ishlatilmadi, bizada mana bu kostyum ishlatildi. Da. Hop, segos birinchi Taksin ko'rsaman. Mana maska echiladi. Jeni bossak mana bu oyoqchalar chiqadi va oyoqchalar bilan yurishimiz mumkin. Mana. Ajoyib. Hop, mayli Taksinni ko'rdik. Qayerdan kelib qoldi bular? Oz Carnage'ni ko'ramiz. Mana Carnage. Bir bilan gaplashyapti bular. Yo, ursam ham bo'lar ekan. Qayerdan kelib qoldi o'zlar? Hop, buni dumini o'rtashamiz. Ha, bu tutib oladi, ushlab oladi. Va buni ursa bo'ladi. Ana. Hop, Carnage ko'rdik. Endi mana bu to'g'roq men taqdim. Vau, ko'rdinglarmi? Axir mana bu Tobey Maguire'niki, da, to'g'rimi? Vau, ovozni eshitdinglarmi? Hop, qani. Otayotganda Venomning ovozi chiqar ekan. Hop. Buni ham kuchi xuddi shunaqa. To'xtalib o'tirmaysiz. Mana shu modim super qahramonniki. Keyin bu yerda custom NPC. Shunaqa odamlarni qo'ysa bo'ladi. Masalan, mana qo'yamiz bu yerda. Bir buni tanlaymiz-da, hop, mana odam mana seriallar uchun ishlatasizlar. Bu 1.7.10 versiyasi uchun. Shuning uchun 1.7.10 versiyada blockbuster yo'q, xafa bo'lmaysizlar. Juda custom NPC ishlatiladi. Va custom NPC mana bu mebellari. Buni hamma bilsa kerak, ko'rsatib o'tirmayman buni. Kiyimlari har xil pul. Mana masalan shu pulni ishlatamiz biz. Uyni kaltini uyni kalti kerak bo'lsa, mana bu kaltni ishlatamiz biz. Sumka, har xil narsalarni ishlatamiz. Ko'rib turganingizday. Va keyin esa Decocraft mebellar modi. Mayli, Decocraft ko'rsatib chiqaman bo'pti. Hop, qaranglar. Ну, tualet olamiz, unitimiz, kravat, tumbochka, kravat. Ko'proq men buni ham ishlataman, yo'llar to'sib qo'yadigan qilib. Skeletlar. Masalan, bir mana burada chiqaman mana. Horror, ужастик videolar uchun cho'tki kerak bo'ladi. Va mana tumbochka oldim, tumbochka qo'yib qo'ysalar. Shunaqa kravatlarni ishlataman o'zi ko'rgan bo'lsanglar bilasizlar. Endi shu Spider-Man serialida mana shu kravatlarni qo'yamiz. Bu rasm. Bu bilan narsa yo'llar to'xtatib qo'yishimiz ham mumkin. Mashina o'tmaydi. Bunaqasi. Bunisi esa maydasi endi. No da shunaqa Decocraftda. Decocraftda juda ham ko'p dekor modlar bor, shuning uchun ko'rsatib o'tirmayman ularga ham. Shunga mana shunaqa edi. Bugungi videomiz mana shundan iborat edi. Modlarni ko'rsatishdan. Hamma modimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling, YouTube kanaliga, videoga like bosing, ссылка opisiyadan Telegram kanalimizga o'tib Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. O'shandan keyin mod olasiz. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun, like bosing, obuna bo'ling. Sizlar bilan men Sonic edim. Kelgusi videolargacha ko'rishguncha xayr.